Bu videoni o'tkazib yubormang, chunki afsuslanasiz. Aslida men ham afsuslandim. Chunki o'zimga kosmetikalar bo'yicha biznes ochaman deganimda, o'zimni sotib olgan biznesim uchun kosmetikamdan umuman ishlatmayman degandim. Lekin bularning kачествосini ko'rib sevib qolyapman. Shuning uchun mana shu pudrani ham xuddi sevib qolganlarim qatorida. Bu pudrani kачествоsi bomba, mazza qilib ishlatasiz. To'g'risini aytsam, o'zim shunaqa ochayotganda mazza qilardim. Buni qaranglar, qanaqa, vau! Yuzini o'zi oynada. Buni ichida o'zini hamma narsasi bor ekan. Oynasida plyonkasi bor, uni klientimiz o'zlari olib tashlaydilar. Vau! Prosta vau! To'g'risini aytaman qizlar, olinglar, buyurtma qilinglar. Narxi ham juda ham hamyonbop. Hammasini описаниеda yozib qoldiraman. Sizlarni kutaman. Like bosib, podpiska bo'lishni unutmang, yo'qotib qo'ymaslik uchun.